Abdulloh TV Muslim. Abraham Mosheni o'ldirsak bo'ladimi? Mana shu adresini ber, uy qayda ekan, boraman, topaman deyapganlar, sizlar bala bo'lsizlar. Ko'nchunli bala bo'lsizlar. Mana bu hali og'ziga bir narsalar kirib chiqayotganlar, axlat so'zlarni gapiryapganlar, sizlar ashrorni, najosat isqirtdi mevalari sizlar. Sizlar o'shandan ortib boshqa joyga bora olmaysizlar. Sizlarning qo'lingizdan faqat haqorat keladi xolos. Ana shu ashrorni o'zingizga xudo qilib olgasizlar. Men buni dakazat qilib beraman hozir. Nimaga aytaymi? Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida qanchalagan isqirtlar chiqib haqorat qildi. Qur'onni qanchalasi oyoqlarida bosib, yo'qib, ashnaqa ishlar qildida, birotdan irka bo'lib, agar haqiqiy kutingda bezing bo'lsa, o'rningdan turib, o'shani joyga qo'yishlikka harakat qilardilaring, amalda ko'rsatardi sanlar. Lekin sanlarning qo'lingdan kelmaydi u. Lekin mana bu ashror eshakka bir gap gapirilsa, bunga tiyib ketadigan bo'lsa, bu ustozingni rangi oqaradigan bo'lsa, zarabda o'zlaringcha bir hissiyotga berilib, o'qib olaman, bu qo'rib olam. Ey, o'zingni bosib ollaring. Ishon, men senga aytaman, mana agar qarama-qarshi kelib qolsalaring bor-ku, kutingni buqini arta olmaysanlar. Sanlar tirikchiligingni qilsalaring-chi, o'zi zo'rg'a yashab yuribsanlar O'zbekistonda. فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتوقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو بالعلا قيما وتحدو ركب فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتوقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا.